Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Hozir kech kirganda mana Savat ustaxonasi. Men akam bo'ladi. Men ismim Muhammad Yusuf. Shu ustaxonada nima kam bo'ladigan bo'lsa, hammasini olib keladigan shaxsman. Operator edim. Ishga ulgurmay qoldim. Keyin ustalarimiz ko'payib ketdi. Akam shogird oldi. Xullas, men ishi faqat ustalarni narsasini olib kelish bo'lib qoldi. Kichkina ishchisiman ustaxonani. Ta'minotchisi. Bor tashvishli emas. Endi nozijoda ishlayman desam bo'laveradi. Shunaqa qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Shu ustaxonamizni, sanoat korxonasini rivojlantirgani. Hozir buni qaranglar, sizlarga ilingan narsani buni qarang. Buni qaranglar-da, qarang. Zo'rmi? Qarang. Hozir qarab turing. Mana. Buni qarang-da. Mana shu stolda o'tiribman-da. Mazza. Hozir oldimdan qarataman. Buni qarang. Shi mazzada. Jim-jit ustaxona mana. Pechkalar, palatka, drobilka, pechka, mana har xil pechkalar. Rasm qo'yib qo'yganmiz. Mana hozir prямо efir bo'lgan holati mana. Garelkalar, xullas. Mana garelkani skors motorlar. Xullas hamma yo'q bor mana. Boshqa. Jim-jit mana shu yerda o'tirib sizlarga ilindim.